Rossiyada hamda O'zbekistonda ish qidirib yurgan akalarimizga ajoyib xushxabar. Bizda ish bor. Shundayki, bu ishimizga O'zbekistondan ham kelsa bo'ladi yoki dokumenti bor, dokumenti yo'q, hammani ishga qabul qiladi. Dokumentlarni ishga olib kelib, dokument taxlab beradi. Ya'ni ishimiz ofitsialni hamma uchun. Ko'pchilik yozdi, dokumentimiz yo'q, qayerga ishga borsak bo'ladi deb. Mana shu skaladga sizlar ishga borsanglar bo'ladi. Sizlarga bu kompaniya imkoniyat yaratib beradi. Yotoq joyingizga tekin registratsiya qilib beradi, forma beradi, bepul olib keladi, bepul. Gruzchiklar kerak, karaga voditellar kerak, kompletdoshlar kerak. Yoshi ham 18 dan 50-55 yoshgacha hammani ishga qabul qilaveradi. Gruzchik akalarimiz misol uchun 50-55 yoshda ham bemalol bu ishni amallasangiz bo'ladi. Demak, bu ishimiz qayerda, nima ish, qanday borsak bo'ladi, bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun albatta videoni oxirigacha ko'rishinglarni iltimos qilaman. Demak, video boshidan bitta like bosamiz, kommentariyada hech bo'lmasa omad Zuhriddin so'zini yozib qoldirib, videoni oxirigacha ko'ramiz. Demak, biz boshladik. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, hamma o'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz granitsaga biz orqali chiqib kelishyapti. Kimga ishonchli mana shunday komfort mashinalarda granitsa xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu endi Ro'ziboy akamizga bemalol ekrandagi nomerlarga Zuhriddin Musofir kanalidan desanglar, albatta sizlarga skidka bilan inshaalloh komfort mashinalarda olib borib kelishadi. Eng muhimi tanlovda adashmanglar. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun ajoyib yana yangi vakansiya Moskovskiy oblast город Solnechny Gorskdan keldi. Ya'niki o'sha joyda katta skaladda Pyaterочка skalati. Mana shu Pyaterочка skalatida bizga hozir ishchilar kerak, kompletdoshlar kerak, gruzchiklar kerak, voditelь kara. Ko'pchilik ham so'raganda karaga ish yo'qmi deb. Mana sizlarga ish. Xo'p, faqat erkaklarni olinadi 18 yoshdan 50-55 yoshgacha bo'lganlarni. Demak, ishimizga O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan yangi kelsa ham bo'laveradi. Ekranda bir emas, ikki emas, 3 ta nomer qoldiryapmiz. Telegram, WhatsApp aloqaga chiqib, o'zinglar uchun ma'lumotlarni yana olishingiz mumkin. Yangi kelganlarga dokument qilib beradimi deganlarga, ha, patentingizgacha taxlab berishadi. Ana undan keyin oylikdan sekin ushlab qolishadi. O'zbekistondan kelsa-chi desa, ha, O'zbekistondan kelsa ham bo'ladi. O'zbekistondan yig'ilasizlar, bitta taksi zakaz qilasizlar. Daja O'zbekistondan ham yo'l kiraylarni qilib beradi. O'sha joyga manzilga yetib kelganlardan keyin taksi pulinglarni taksiga o'zi to'lab olib qoladi sizlarni. Ya'ni ko'pchilik so'rashi mumkin, o'sha uyimizda yuribmiz, O'zbekistondamiz, yo'l kiraga pulimiz yo'q desanglar, mayli, bitta shopir topib berishadi. O'sha shopir sizlarni taksiga oladi va manzilga olib boradi. O'sha joyda sizlarni pulinglarni berib, kompaniya olib qoladi, dokument bilan ta'minlaydi, yotoq joy hamma bilan ta'minlaydi-da, keyin oylik chiqqandan keyin oylikdan beraverasizlar. Oyliga bir oyda 2 marta minimum 90 ming rubldan 220 ming rublgacha. Bu degani minimum kuniga 3 ming rubl bu gruzchiklarniki. Shular ham gruzchiklar ham kuniga 3 mingdan ishlab 90 ming rubl oylik oladi. Bu degani $1000 hozirgi kunda. Kompletdoshlar bor, misol uchun obyomga ishlaydi, obyomga bemalol ishlab kuniga 5 ming, 6 ming rublgacha topsa bo'ladi va bular mana 220 minggacha olyapti. Bu degani $2000 dan ham yuqori oylik, 2,5 ming, salkam $2,5 degan hozirgi kunda. Demak, mana shunaqa oylikli ishda kimdir ishlamoqchi bo'lsa, mana ekranda nomerlarini turibdi. Solnechny Gorskdagi mana shu katta skalatimizga ishga taklif etamiz. Yotoq joydan muammo yo'q. Registratsiya qilib beradi. Faqat registratsiya yotgan joyingizga qo'yib beradi. 3 oyga 5 ming rubl ushlab qoladi oylikdan. Forma beradi, olib kelishga mashina qo'yilgan, yo'l kiraylar tekin demoqchiman. O'zbekistondan keladiganlarga patent qilib beradi yoki O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan yaqinda kelganlar bo'ladigan bo'lsa, boringlar, sizlarga ham patent qilib berishadi. Dokumentlar yo'q bo'lsa ham boraveringlar, borib ozgina ishlaysizlar, soqqani qilib turib, granitsaga olib chiqib kelishadi-da, ana undan keyin sizlarga dokument ham qilib berishadi. Bu degani dokument yo'li ham bemalol ekrandagi nomerga telefon qilib ishli bo'lishingiz mumkin. Aytib o'tdim, hammani ishga qabul qilishadi. Bu yerda eng qizig'i joylar soni cheklangan, 20 dona odam kerak. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Shuning uchun O'zbekistondan keladiganlar ham tezroq aloqaga chiqib kelib olinglar. Chunki 20 ta odam Moskvani o'zidan bir zumda to'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun tezroq aloqaga chiqib, o'zingizlar uchun kerakli joylarni band qilamiz va ertadan o'zdan ishni boshlasanglar ham bo'laveradi. Ish jarayonini mana qo'yib o'tdim, mana shu video jarayonidagi ish jarayonlari. U yerda skalatda komplet o'shinglar, mana bu quloqiga naushnik taqib, o'sha joyda naushnikni eshitib, shu yordamida ishni amalga oshirishadi. Ya'ni komanda mana shu quloqchin orqali keladi.
Shuning uchun bu hech qiyin joy yo'q, faqat o'rgatiladi, muammo yo'q albatta. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilib, Moskovskiy oblast patent bo'ladigan bo'lsa, sirraz оформление bo'lasizlar. Yoki dokumentlar bo'lmasa, dokument qilib berishadi. Yana kimga ish haqida to'liq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi quyidagi 1, 2, 3 ta nomerlarimizga hozirroq aloqaga chiqing va o'zingizni joyingizni zaynat qilib, kerakli ma'lumotlarni to'liq olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omillar, sizlar bilan har doimdek Zuhdim musofir bo'ldi. Ha, aytgancha, oyligi bir oyda 2 marta deb aytib o'tdim. 1-chislo hamda 15-chislo. Kartaga, qo'lga pul tegmaydi, faqat kartaga, chunki ish ofitsialniy. Pulingizni hech kim ko'rmaydi, faqat kartangizga tars tushadi. Mana shu ham eng sizlarga plus tomoni. Bu degani hamma ofitsialniy ishlaydi. Ma'lum muddat o'tgandan keyin. O'shaning uchun tezda ulgurib qoling, joylarni band qilib qoling. Hammaga xayr.